Assalomu alaykum. Bizani o'zi yaqindan kuzatib turgan, biz uchun qadrli bo'lgan ko'kalarimiz Qashqadaryo viloyati G'uzor tumani akalar Yangiobod mahallasidan sizlar uchun mana shunaqa yeb-ichlar drabilkadan ko'ra yaxshiroq maza qilib akalar mana shu yaylovlarda o'tlab yuradigan baquvvat qo'zilarni zo'rini ko'rsatish uchun yetib kelganmiz. Akalar videoni boshidan bitta like bosib, kommentariyada bir chiroyli fikrlarni yozib qoldiramiz. Albatta biz siz uchun mana shunaqa qo'zilarning yaxshilarini ko'rsatib Siz bo'lsa akalar like ta emasdan chiroyli niyatlarni qilib, mana shunaqa qo'zilarni zo'rini akalar tezroq olib qo'ysalaringiz bo'laveradi. Endi akalar bu yerda necha bosh qo'zi bor, yeb ichish qanaqa, sog'ligi qanaqa, hamma ma'lumotlarni xudo xolasa sizlarga yetkazib boraveramiz. Sizlardan bitta like bilan kommentariyada chiroyli fikrlaringizni yozib qoldi bo'ldi akalar. Endi akalar bularni hamma ma'lumotlarni xudo xolasa egalaridan, ya'ni egizchi akamizdan xudo xolasa sizlarga yetkazaveramiz. Sizlardan like bosib kommentariyada bir chiroyli fikrlarni yozib qoldirsalaringiz bo'ldi. Aka, o'rmang, yaxshimisiz? Charchamaygina. Alloh baraka bersin qo'rayingizga, bundan ham ko'paytiring aka. Baraka bersin, shunday bo'lsin aka. Bu qo'zilarni endi ko'ryapmiz. Haqiqatan baquvvat, yirik qo'zilar ekan. Bularni aka soni nechta? Aka bugun 99% kashtanni olib keldik. Gap yo'q, mashalloh. Akalar mana ko'ramiz. Xalqimiz, obunachilaringiz uchun aka. 99% kashtan. Gap yo'q, joningiz sog' bo'lsin. Aka, haqiqatan qo'zlaringiz juda sifatli, barakali, xudo xolasa olgan odam maza qiladigan qo'zi. Buni hammasi aka. Mana endi bu yerda necha bosh devdik qo'zini? 59 bosh aka. Nechta erkak, nechta urg'ochi? 33 bosh urg'ochi. 26 bosh erkagi. Gap yo'q. Akalar 33 bosh urg'ochi, qolgani akalar erkak qo'zilarimiz akalar. Mana ko'rib turibsizlar, mana shunaqa ranglari kashtan, qora baxmallari ham ozroqgina bor ekan ichida. Endi aka bularni barib o'zingizdan hamma ma'lumotlarni so'rab olaveraman-da aka. Aka, urg'ochilarim bitta olganga. Ichida bitta bor mana aka. 7 oylik qo'zimiz, nasli chista kashtan. Gap yo'q. Shuni qo'shib beraman. Mana. Qo'shqorlikka aka. Qo'shqorlikka berib yuborasiz. Urg'ochilarni olganga bitta mana shuni qo'shib beriladi. Urg'ochilarni. Mana akalar. 7 oylik qo'zimiz aka. Joningiz sog' bo'lsin. Akalar, ko'rib turganimizda 7 oylik qo'zimiz. Sifatiga ham baho bersin aka, uzunligiga. Mana. Mana aka. Gap yo'q, haqiqatan. Bemalol qo'chqar qilishaversin aka. Qo'shilib ketadi aka, urg'ochiga qo'shib beraman. Shunday, agar bir qo'lga olaman degan akalarimizga bu ham urg'ochini olganga qo'shilib ketadi. Urg'ochining narxigami? Urg'ochining narxida aka. Gap yo'q. Akalar, mana ko'ryapmiz, xudo xolasa sizlar uchun urg'ochi qo'zining narxiga xudo xolasa mana shunaqa katta qo'chqorimiz ham qo'shib berilar ekan. Endi aka, bularni hozir hamma taraflama yeb ichishlari baquvvat ekanmi aka yeyishlarda? 100% aka. Garantiyasi bor. Drabilka ham ojiz qoladi aka buni. Gap yo'q mana. Akalar, drabilkani ham o'zicha ojiz qoldiradigan mana shunday qo'zlarimiz juda bir arzon narxga xudo xolasa sizlarniki bo'lishi mumkin. Aka, endi mana ko'ryapmiz, yomon emas, qo'zlaringiz zo'r. Bemalol olgandan keyin maza qiladi. Aka, men eng kichkinalaridan aka ko'rsatib beraman. Bular ham kashtan aka, eng kichkinalari aka. Endi bu yerda necha oygacha qo'zlarimiz bor? 4 oydan aka 6 oygacha, bir dona 7 oyligi bor. 7 oylik endi qo'chqor. Qo'chqor aka, aytdim, urg'ochini olganga qo'shib beraman aka. Urg'ochilar olganga, joningiz sog' bo'lsin. Endi aka, bularni qarang. Hozir yaxshi, hamma taraflama zo'r, yaxshi qo'zlarimiz turibdi bu yerda. Aka, bularning dastavkasi qanaqa bo'ladi endi? Dastavkasi aka O'zbekiston bo'ylab. Muammosi yo'q. Umuman muammosi yo'q aka. Urg'ochilarni alohida olganga ham, erkagini alohida olganga ham O'zbekiston bo'ylab. Endi aka, hozir erkak urg'ochi 5 ta 10 ta aralashtirib olaman degan akalarimizga ham sotaveramiz. Telefon qilsin, kelishiladi. 5 ta 10 ta olayotganlar o'zlari kelishsin aka, ajratib savdo bo'ladi. Gap yo'q. Qo'yin ustida savdasi. Qo'yin ustida bo'ladi. Akalar, ko'rganlaringizda xudo xolasa qo'yin ustida savdosi bo'ladi. Bitta narsani aytib ketaylik, lekin ajratib olishga narx sal o'zgaradi. Aka, mana qarang, eng kichkinasi aka. Mana kashtanni qarang, bu sovun aka. Nima deyapti aka? Akalar, mana shu narsani ham aytib ketaylik, aka, narx bir 200-300 minggacha o'zgarishi mumkinmi? O'zgaradi aka. O'zgaradi. 200 minggacha filisi bor aka. Akalar, mana ko'rdik, xudo xolasa yomon bo'lmaydi. Hammasi yaxshi, bemalol olgandan keyin qo'y qilaman degan akalarimizga yaxshi variant. Aka, buni endi dastavkasi 12 viloyatga xudo xolasa. Aka, aytdim-ku. 12 ta viloyat. Qoraqalpog'iston bilan 13 ta unga yetadi. Gap, akalar, mana ko'rdik. Muammosiz, dastavkani ko'p so'raganim, obunachilarimizga rahmat aytgan aka. Obunachilarimizga shu og'ir bo'lmasin, dastavkani ham shu aka, urg'ochilarga ham, erkakga ham baho bering, hammasi dumbasi ochiq raketa dumba. Gap yo'q. Aka, narxini qanday qilamiz buni? Narxi aka 3.250 mingdan. 3.250 mingdan. O'zbekiston bo'ylab dastavkasini qilib beraman aka. 3.250 mingdan dastavkasi bilan. Erkaklarini alohida olishganga aka filisi bor. Urg'ochini olganga kelishamiz aka. Xo'p. Urg'ochisini aka o'ylashmasin. Haqiqiy elita sort, sog'liq, haqiqiy zo'r qo'y bo'layotgan qo'zilar aka. Yashang. Hozir demak, hammasini bir qo'lga oldim, yo bo'lmasa tayoq taylab olaman deganlar 3.250 dan. 3.250 dan. Tayoq tashlasin, tayoqni otaman, 20 tadan oshganga aka dastavkaga turaveradi. Endi terib olishga bir 2 so'm pelisi bo'ladi. Albatta aka, pelisi bor.
Akalar terib olishga endi butun O'zbekistonda shunaqa o'zlaringizga yoqqan katta-kattasini terib olaman desalaringiz 1-2 so'm pilusi bor. Lekin akalar bu yerdagini shunday tanlab olmasdan o'zingiz ajratib bering desalaringiz ham Xudo xolasa yaxshi-yaxshilari sizlarniki bo'ladi. Endi akalar mana qo'zilarni ko'ryapmiz. Ko'rsatishsin demasin aka, mana aka, buni qarang. Kichkinalari ham shudingda. Kashtanni qarang-da aka buni. Gap yo'q, mana yaltirashini ko'ryapsizlar. $2000 sotishsin aka, qo'chqar qilib aka. Joningiz sog' bo'lsin. Akalar, bemalol pastdagi nomerga telefon qilaverasizlar. Qashqadaryo viloyati G'uzor tumani Yangiobod mahallasidan sizlar uchun mana shunaqa qo'zilarni yaxshi-yaxshilarini ko'rsatib turibman. Hammamiz akalar xonadonimiz mana shunaqa fayzli, barakali chorva mollari bilan to'lib tursin.